Endiki xabarimizga kelishimizga quloq bering. Hurmatli vatandoshim, Amerika Rossiya o'rtasida urush portlasa, Rossiya 10 kundan 20 kungacha bardoshlik beradi. Diqqat, vatandoshim, bu mavzuga Amerika Rossiya o'rtasida urush portlasa, Rossiya 10 kundan 20 kungacha bardoshlik beradi. Mavzular xabar 10 ayning 13-kun Vanvitor betida e'lon qilingan xabar mundaq boshlanadi. Yaqindan beri Rossiya Tashqi ishlar ministri Raulov oshkora mundaq ko'rsatdi. Rossiya Amerika munosabati negizlik o'zgarish yuz berdi. Amerika Rossiyani o'ch ko'radigan so'z iboralarni e'lon qilib qolmasdan, yana Rossiyaning bexatarligiga tahdid paydo qiladigan tajovuzchilik harakatlarini qo'llandi. İki devletning Suriya urush maydonidagi nihoyat ojiz hamkorligimi to'xtab qoldi. Rossiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Suriya urush maydonidagi nihoyat ojiz hamkorligimi to'xtab qoldi. Har kim o'zinikini to'g'ri deydigan harbiy harakatlar har ehtimolda o'q chiqib ketish xatarini yoshirib turibdi. Demek Suriyada elib berilayotgan Amerika tarafının harbiy hareketi ve şundaqla Rossiyaning harbiy hareketi de özü nemeli o'q chiqib ketish, ikki davlat bir-biriga o'q chiqib ketishdan iborat bir ahvolni yoshirib turibdi. Bir mezgil Rossiya Amerika yangi sovuq munosabatlarga hozirlik urush qildigan muqam va davronlar yuzdan. Hozirgi mezgilda Rossiya ile Amerika urush qiladigan muqam va davronlar yuzdan deb vaziyatda. Amerika armiyasida urush qilishni tashabbus qildigan qattiq qo'llarning sadosi kuchayishga boshladi deydi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Rossiya masalasi tadqiq qiladigan David Jevberg apandi yaqinda muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Rossiya bilan NATO o'rtasida urush portlagan aman bu urush avtomatik miltiq bilan lazer nur o'rtasida yuz beradigan qarshilashish urushi bo'ladi. Davomlashidigan vaqt 10 yoki 20 kundan oshmaydi. 10 kundan yoki 20 kundan oshmaydi. Chunki NATOning harbiy ishlar hamchoti Rossiyaning harbiy ishlar hamchotidan 10 hassa ortiq. Berg şunun işinideki Moskva yadro qurolini ishlatgandami raketalarning yerimini o'ng'ishda qo'yib berilishi mumkin. Buning ichida tahdid paydo qila oladigan Yevropa va Amerikaning yaqin dengizga o'rlashtirilgan Rossiyaning suv osti paraxodlaridan qo'yib beriladigan raketalardir. Lekin NATO bu raketalarni unumli holda to'sib alalaydı, to'sib qalalaydı. Ama NATO'nun zarbisi ajallik bo'ladi. Avval külengi belgilik bombardımanchi aeroplan Rossiyaning barliq harbiy aslahalari va zavodlarini gumron qiladi. Undan keyin elektrolog odamsiz urush aeroplani orqali Rossiyaning barliq shaharlarida tok yo'llarini palach holatga tushirib qo'ydi. Jevberg mundaq ko'rsatdi. NATO zo'r ko'lamlik zarbiy harakatini qo'zg'ashdan burun Rossiyaning harbiy va siyosiy rahbarlarining hammasi davlatdan chegaraga qochadi. Shunga Rossiya tuzukroq harbiy harakat tashkil olmaydi. Undan keyin biz davlat Rossiyani o'tkazib olamiz. Yangi bir saylan bilan yangi bir demokratik davlat Rossiyada o'tirg'i chiqadi. Yani urush bo'lsa albatta shunday bo'ladi. Urush bo'lsa albatta shunday bo'ladi. Tilg'alish qarziydigan bir taraf shuki, 5 burchaklik binoning harbiy ishlar mutaxassisi Jevberg o'zining blogida o'zini tunishtirib, men amerikalik ofitserman. Rossiyalik ko'chmanning avlodiman. Tarix yozaman. Hamda Rossiya yoshirib kelayotgan tarixning haqiqiy qiyofatini oshkorlayman deb tunishtirgan. Biz Jevberg apandining shu qatorda Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni vaqti kelganda oshkorlashini umid qilamiz.